Assalomu alaykum. Muslima opa singillarim, bormisiz, omonmisiz? Koreyadan O'zbekiston Farg'onaga nali ichida tugab qolgan zakazlarimiz jo'natib yuboryapman. Hozir sizlarga nimasi qaysi yuzga tushishini aytib, narxlari bilan aytib ketaman. Inshaalloh menga podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lmaganlar videoning tagida Telegram gruppamizni linkini qoldiraman. Kommentlarga o'tsangiz shu yerda ham qoldiraman. Ko'k yozuvda chiqib turadi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hozir ko'pchiligimiz so'rayib turgan Xurum kollagenimizni halol sertifikatga ega yangi versiyasi chiqqan. Ichida 60 ta bo'ladi. Ya'ni 2 oy ichishingiz mumkin buni. Bu nimalarga? Bu baliqniki bo'lib, peptidi bor tarkibida, yuzingizdagi ajinlaringizga ishlab beradi. Muhimi, yuzni yaxshi namlantirib beradi. Albatta, yuzimiz yaxshi namlantirilsa, ajinlar ham kamayadi yuzdan. Hop, ham sochlaringizga, tirnoqlaringizga, bo'g'im suyaklaringizga juda ham foydasi katta. O'zi baliqdan tayyorlangan mahsulotlar, kollagenlar juda ham foydali bo'ladi. Yana narxi 260 ming so'm. Ichida 60 ta bo'ladi. Keyin buni ham mana halol sertifikatga ega. Bunisi ham bor. Bunimizda ham yuzda xiraliklari bor, dog'lari bor. Ayollarimizga juda ham yaxshi tushadi. Vitamin C si bor tarkibida. Ana bu ikkalasini ham nima deydi? Teri osilishi, ajinlari kuzatilyapti turgan yuzlarga juda ham foydasi katta. Kosmetologlar ham ko'pchilikka kollagen ichishni tavsiya qiladi. Bunisi 1 oylik 120 ming so'm. Xo'p, keyin yana CC kremlarimizdan bor. Ona CC kremimiz, keyin mana bu CC kremdan ham ko'pchilik so'rayapti. Bundan ham bor. Hamma yuzlarga tushadi. 50 SPF bor. Quyoshdan yaxshi himoya qiladi. Keyin buni narxi 180 ming so'm. Qizil korobkali CC'mizdan so'raganlar, tarkibi pidrinli, hamma yuzga tushadi. Quruq aralash yuzlarga juda ham yaxshi namlantirib beradi. Yuzingizni yaxshi yopib beradi, quyoshdan yaxshi himoya qiladi. Ayollarimizni shamollashiga svetcha ichida 6 ta bo'ladi. Har kuni kechqurun qo'yasiz buni. Foydasi yaxshi ekan. Buni Koreyada aptekalarda sotiladi-da. Aytganlarimni bu yoqqa suray. Dezodorantlarimiz 2 xilidan bor. Pushtisidan, ko'kidan. Pushtisi ta'sirchan, sezgir terilarga tushadi. Balog'at yoshidagi yosh qizlar ham ishlatsa bo'ladi. 90 ming so'mdan. Ikkalasini ham ayol, erkaklar ishlataveradi. Keyin yana mana bunaqangi tonerimiz bor, azilaykli. Ta'sirchan, sezgir yuzlarga ham tushadi. Uguriylari bor, toshmalari bor, porali yuzlarga juda ham yaxshi. Qizlarimiz foydalanishib, yaxshi natija olishyapti bundan. Keyin Veldermanning 2 xil SPF kremidan bor. Bunisi uguriyli ta'sirchan yuzlarga. Bunisi hamma yuzlarga ham tushaveradi. Ton beradigani bunisi. Penkamizdan juda ham mashhur bo'lib ketdi. Hamma yuzlarga tushadi bu ham. Yuzingizni yaxshi tozalab beradi. 170 ming so'mdan keyin mana bunaqa probniklari bor. Hali ishlatib ko'rmaganlar, mana shunaqa probniklaridan sovg'aga qo'shib beramiz. Ishlatib ko'rib, keyin katta variantini olsangiz bo'ladi. Roundlab SPF kremlardan bor. Roundlabga quruq aralash yuzlarga ham tushadigani bor. Ko'ki, yashili. Bunisi ton beradi. 150 mingdan. Johnson SPF ham 150 ming. Buni yog'li yuzga tushadigan ko'kidan ham bor. Juda ham shoshyapman. Pochtaga berishim kerak, shuning uchun shoshilish gapiryapman. Mana bu Lamelin brendidan duximiz bor. Hidi juda ham shirin ekan. Hajmi kattagina. Zo'r sotilyapti mana shunimiz ham. 150 ming so'mdan. Hidi yumshoq, haligi yoz kunlari ham boshingizni og'ritib qo'ymaydi, hidi ko'ngilga tegib. Gijja qurtlarga tabletkalarimiz bor. 25 ming so'mdan. Dr. G'dan yog'li aralash yuzlarga ham tushadigan, hamma yuzga tushadi bu o'zi. Uguriyli, ta'sirchan yuzlarga ham yaxshi tushadi. Tarkibida sentelasi, pantenol, gialuronkasi borligi uchun quruq aralash yuzga ham tushadi. Keyin uguriyli, komedonli yuzlarga ham yaxshi. Sentelasi tinchlantirib beradi, uguriylaringizni quritib beradi. Hamma ayollarimiz so'rayib turgan kollagenli penkamizdan juda ham ko'p olganman. 150 ming so'mdan juda ko'pchilik zakaz berdi bundan. Narxi 150 ming so'm.
Buni biz ko'proq olamiz, ham optim olganimiz uchun narxi budjetniy, qulay. Vitamin C Godalda sivritkasini, kremini ko'pchilikka sotganmiz. Korobkasi yangicha chiqibdi. Mana bu sivritkasi 200 ming so'm, kremi 190 ming so'm. Dog'larga, yuzdagi sepkillarga yaxshi. Har kuni ishlatsangiz, ya'ni davomiy ishlatsangiz yaxshi natija olasiz. Dog'larga qanaqangi mahsulot ishlatyap turgan bo'lsangiz ham albatta SPF krem ishlatinglar, opa-singillarim. SPF krem ishlatmasangiz dog'laringizni yana yangilab olasiz. Ozgina dog'ingiz ham, xiraligingiz ham quyosh ta'sirida kuchayib ketadi, qorayib ketadi. Shuning uchun doimiy SPF krem ishlatib yuringlar. Vitamin C dan Godalniki bor, hamda Meriketna sivritkasi hamda kremi ham bor. Godalniki ham shu tartibda bor. Tonerlar bilan terib beramiz. Azilayli sivritkamizni aytdim-a, ugurili, ta'sirchan, toshmali yuzlarga. Teri baryerini tiklab beradi-da. 230 ming so'm. Sivritkasi, keyin toneri 220 ming so'm. Ajelli yuzlarga shu kremimizdan budjetni 180 ming so'mdan yaxshi sotilyapti. Teringizni tozalab, yuzingiz tozalab surtasiz buni. Sivritkangiz, tonerlaringiz bo'lsa, ularni birinchi ishlatib olib, buni oxirgi navbatda ishlatasiz. Ko'pchilik sivritka krem, bu sivritka tonerlar olishga sharoitim yo'q deydi, lekin bitta o'zini toza yuzga surtasiz. Yuzingiz tozalab olib, keyin surtasiz buni. Kunduzi ham shu tartibda ishlatib, ustidan SPF krem surtib yuraverasiz. Biz Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanidamiz, juda ham chekka tumandamiz. Shuning uchun u yoqdagi ayol qizlarimning sharoitini tushungan holatda naqa terib beraman-da kosmetikalarni. Sharoitim bor desa sivritka toner, yo'q faqat menga zarilini bering desa faqat kremini o'zini beraman. Keyin sharoitga qarab yana olishaveradi. Bolajonlarimiz uchun omega uchlarimizdan bor. Immunitetni yaxshilaydi, ko'rish qobiliyatini yaxshilab beradi. Keyin kattalarga nalichida O'zbekistonda kalsiyimiz bor, omega uchimiz bor, Amerikaniki. Telegram gruppamizga qo'shilib olsangiz, shu yerdan gruppamizda, ya'ni nalichida bor narsalarni qo'yib turamiz gruppamizga. Shu yerdan zakaz bersangiz bo'ladi. YouTube kanaliga har doim qo'yishga imkon bo'lmay qoladi-da, yosh farzandlarim bor. Bu narsalarimizni optimga sotishga olaman degan opa-singillarimiz bo'lsa ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Budjetniy mahsulotlardan tortib qimmat narsalargacha. Sizlar boringizga shukr, hammalaringiz yaxshi ko'raman. Meni qo'llab-quvvatlab, podeshga qilib turinglar inshaalloh. Allohim barchalarimizni boshlagan ishlarimizga fayz va barakotlarni ato qilsin.